Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi tartiblar va Google Butursun 3 sonli hujjat atrofida tarqalgan gaplar pensiya yoshiga yaqinlashgan, hozir ishlayotgan, xorijda mehnat qilayotgan, o'zini o'zi band qilgan, fermer xo'jaligida ishlagan, hatto uy bekasi bo'lgan minglab odamlar uchun juda jiddiy oqibat keltirishi mumkin. Eng katta xavf shundaki, odam 20-30 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasiga borganda staj tasdiqlanmaydi. Badal ko'rinmaydi, hujjat yetishmaydi va pensiya kamayib ketadi yoki vaqtincha tayinlanmaydi. Shu sababli bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar eng muhim, qayerga murojaat qilish kerak, qanday xatolar odamni pulsiz qoldirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ertaga o'z haqini isbotlay olmay qolishi mumkin. Avvalo bitta narsani to'g'ri tushunib olaylik. Pensiya degani faqat yoshga yetdim, endi davlat menga pul beradi degani emas. Pensiya tizimida ikki asosiy narsa bor. Birinchisi yosh talabi, ikkinchisi ish staji va tegishli to'lovlar. Ya'ni rasmiy ravishda ishlaganingiz yoki qonunda stajga qo'shiladigan davrlaringiz tasdiqlanishi. Oldin ko'p odamlar shunday o'ylardi. Men zavodda ishlaganman, kolxozda ishlaganman, bozorda savdo qilganman, qurilishda yurganman, demak pensiyam bor. Lekin bugungi tizimda faqat ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi bo'yicha ma'lumot, soliq va ijtimoiy to'lovlar. Elektron bazadagi qaydlar, shartnoma, buyruq, tabel, ish beruvchining tasdiqlovi kabi dalillar kerak bo'ladi. Eng katta o'zgarish shunda, hozir davlat organlari ko'proq elektron bazaga tayanmoqda. Agar sizning ish joyingiz, oyligingiz, to'lovlaringiz, stajingiz elektron tizimda ko'rinmasa, uni alohida hujjat bilan isbotlash kerak. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivda ma'lumot topilmasa, muammo boshlanadi. Mana odamlar pensiyasiz qolarkanmiz deb qo'rqayotgan joyi ham shu. Men buni sodda qilib aytaman. Qonun hammani pensiyasiz qoldiryapti deyish noto'g'ri. Lekin hujjati tartibsiz, ish staji rasmiy tasdiqlanmagan. Yillar davomida norasmiy ishlagan, soliq yoki badal to'lamagan odamlar haqiqatan ham katta xavf guruhida turibdi. Avvallari pensiyasi masalasida mehnat daftarchasi juda katta rol o'ynagan. Daftarchada muhr bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sana yozilgan bo'lsa, ko'p hollarda shu asos qilib olinardi. Albatta avval ham tekshiruv bo'lgan, lekin hozirgi kabi elektron ma'lumotlar bilan solishtirish, ish beruvchi bazasi, soliq to'lovlari, shaxsiy jamg'arib boriladigan yoki ijtimoiy ajratmalar bo'yicha tekshiruvlar kuchaymagan edi. Hozir esa pensiya tayinlanayotganda savollar ko'payadi. Siz qaysi tashkilotda ishlagansiz? Tashkilot rasmiy bo'lganmi? Ishga qabul qilish buyrug'i bormi? Ish haqi hisoblanganmi? Siz uchun majburiy to'lovlar qilinganmi? Stajga kiradigan davr qonunda ko'rsatilganmi? Bir vaqtning o'zida ikki joyda ishlagan bo'lsangiz qanday hisoblanadi? O'sha davrning hujjati arxivda bormi? Masalan, odam 1995 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Muhr noaniq, buyruq raqami xato, arxivda ish haqi vedomosti yo'q. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi siz ishlamagansiz demasligi mumkin, lekin buni tasdiqlovchi hujjat keltiring deydi. Agar odam keltira olmasa, o'sha yil stajga kirmay qolishi yoki ish haqi hisobga olinmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori keskin kamaydi. Yana bir o'zgarish, norasmiy mehnatning oqibati endi ko'proq seziladi. Bozorda savdo qilgan, qurilishda kunbay ishlagan, uyda tikuvchilik qilgan, taksida yurib daromad topgan odam agar o'zini o'zi band qilmagan bo'lsa, patent, soliq, ijtimoiy to'lov bo'lmasa, u yillar pensiya staji sifatida avtomatik ko'rinmaydi. Odam men 15 yil ishladim deydi. Tizim esa sizning rasmiy stajingiz 3 yil deb ko'rsatishi mumkin. Birinchi xavf guruhi, norasmiy ishlaganlar. Masalan, Akmal aka 6 yoshga yaqin. U 25 yil qurilishda ishlagan, lekin ko'pincha og'zaki kelishuv bilan kunlik haq olgan. Ish beruvchi shartnoma qilmagan. Akmal aka yaxshi usta, hamma uni tanidi, lekin pensiya tizimi tanish bilish bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Agar uning faqat 8 yil rasmiy staji bo'lsa, u to'liq pensiyaga emas, mavjud stajiga qarab kamroq miqdorga da'vo qilishi mumkin. Ayrim hollarda esa yetarli minimal staj bo'lmasa, yoshga doir pensiya o'rniga boshqa turdagi nafaqa masalasi ko'riladi. Ikkinchi xavf guruhi,
chet elda ishlaganlar. Masalan, Dilshod 12 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki Koreyada ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, soliq to'lovi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, xalqaro bitimlarga muvofiq tasdiqlanadigan hujjatlari bo'lsa, bu davrni ko'rib chiqish imkoniyati bo'ladi. Lekin men pul topib yubordim, oilamni boqdim degan gapning o'zi pensiya staji bo'lib qolmaydi. Xorijda ishlagan yillarni isbotlash uchun hujjat oldindan yig'ilishi kerak. Ko'p odam vatanga qaytganidan keyin eski ish beruvchini topa olmaydi, arxivga kira olmaydi, hujjatini tarjima va tasdiq qildira olmaydi. 3-xavf guruhi ayollar, ayniqsa uzoq vaqt uyda bola tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Bu yerda ham nozik jihat bor. Qonunchilikda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin hamma davr ham cheksiz qo'shilaveradi degani emas. Masalan, ayol 20 yil uyda bo'lgan, 4 farzand tarbiyalagan. U men onaman demak stajim bor deb o'ylashi mumkin. Lekin pensiya hisobida farzand parvarishi davri qanday tartibda, necha yilgacha, qanday hujjatlar bilan olinishi alohida tekshiriladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, ish joyidan ta'til buyrug'i, mehnat daftarchasi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 4-xavf guruhi sobiq kolxoz, shirkat, fermer xo'jaligi, kichik korxona ishchilari. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshida hujjatlar tartibsiz yuritilgan joylar ko'p bo'lgan. Odam paxta tergan, chorvachilikda ishlagan, dalada yurgan, lekin tabel yuritilmagan yoki keyinchalik hujjatlar yo'qolgan. Agar arxivda ma'lumot bo'lmasa, guvohlar ko'rsatmasi har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Shu sababli bu toifadagi odamlar pensiya yoshini kutmasdan hozirdan arxiv va tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilib stajini tekshirtirish kerak. 5-xavf guruhi yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik men do'kon ishlatganman, savdo qilganman, soliq to'laganman deydi. Lekin pensiya uchun aynan qaysi to'lovlar hisobga kirishi, qaysi davr rasmiy qayd etilgani, faoliyat to'xtatilganmi yoki davom etganmi, qarzdorlik bormi? Bular muhim. Agar tadbirkorlik guvohnomasi bor, lekin faoliyat bo'yicha majburiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ishga kirish va chiqish buyruqlaringiz to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, oylik maoshingiz rasmiy hisoblangan bo'lsa, soliq va ijtimoiy ajratmalarda to'langan bo'lsa, elektron bazada stajingiz ko'rinayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirtirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensiya yoshiga 5 yil qolganda emas, imkon qadar 10 yil oldin stajni tekshirtirish kerak. Chunki hujjatdagi xatoni tuzatish vaqti oladi. Masalan, familiyangiz bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova emi. 3-hujjatda eski familiyangiz bilan yozilgan bo'lsa, bu oddiy ko'ringani bilan pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Nikohdan keyin familiya o'zgargan ayollarda bu holat juda ko'p uchraydi. Yana bir misol. Bahrom aka 25 yil davlat tashkilotida ishlagan. U xotirjam. Lekin tekshiruvda 1998-2000 yillar oralig'idagi ish haqi ma'lumotlari elektron bazada ko'rinmadi. Arxivda esa faqat ishga qabul buyrug'i bor. Oylik bedomasti yo'q. Staj tasdiqlanishi mumkin. Lekin o'sha davrdagi daromad hisobga olinmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqadi. Demak, nafaqat staj, balki ish haqi ma'lumotlari ham muhim. Men ekspert sifatida buni aniq aytaman. Odamlarni qo'rqitayotgan gaplarning bir qismi noto'g'ri talqin. Hamma pensiyasiz qoladi degan gap haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Lekin hujjatsiz ishlagan yillar hisobga olinmay qolishi mumkin degan gap haqiqatga yaqin. Farqni tushuning. Davlat pensiya tayinlashda qonunga tayanadi. Qonunda yosh staj, imtiyozli staj, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, zararli mehnat sharoitlari, bolalikdan nogiron farzand tarbiyasi, harbiy xizmat, bola parvarishi kabi ko'plab holatlar alohida tartibda ko'rsatiladi. Lekin har bir holat hujjat bilan tasdiqlanishi shart. Agar hujjat bo'lmasa, pensiya jamg'armasi xodimi o'z xohishiga qarab mayli, qo'shib qo'yamiz deya olmaydi. Masalan, erkak kishi 6 yoshga to'ldi, 25 yil staj talab qilinadi. Uning rasmiy tasdiqlangan staji 23 yil 800 oy chiqdi. U yana 1 yil 4 oy uchun hujjat topa olsa to'liqroq huquq paydo bo'ladi. Topa olmasa, pensiya miqdori boshqacha hisoblanishi mumkin. Ayol kishi 25 yoshga to'ldi, 20 yil staj kerak. Uning 15 yili tasdiqlandi,
2 yili esa eski korxonada yo'qolgan. Shu 2 yil uchun arxiv ma'lumotnomasi topilsa, vaziyat o'zgaradi. Topilmasa pensiya kamayishi mumkin. Birinchi holat, Gulnora opa 55 yoshga kirdi. U 1990-1998 yillarda tikuv fabrikasida ishlagan, keyin 3 farzandli bo'lib uyda o'tirgan. 2010 yildan 2024 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Uning maktabdagi 14 yili elektron bazada ko'rinadi. Fabrikadagi 8 yil uchun mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxivdan tasdiq kerak. Farzandlar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari ham kerak bo'ladi. Agar u hujjatlarni to'liq topsa, pensiya hisobida yaxshi natija chiqadi. Agar fabrika hujjatlari topilmasa, 8 yil yo'qolib ketgandek bo'lib, pensiyasi ancha kamayishi mumkin. Ikkinchi holat. Rustam aka 6 yoshda. U 10 yil rasmiy zavodda ishlagan, 10 yil bozorda norasmiy savdo qilgan. Bozordagi joy haqi to'langan. Lekin u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan yoki pensiyaga ta'sir qiladigan to'lovlarni qilmagan. Rustam aka, men 25 yil ishladim chiqadi. Mana eng og'riqli nuqta shu. Hayotda ishlagan yil bilan qonuniy staj har doim bir xil emas. Uchinchi holat, Nodir 8 yil xorijda ishlagan. U yerda rasmiy shartnoma bo'lgan, lekin hujjatlarni olib kelmagan. Pensiya yoshiga yetganda eski ish beruvchiga javob kelmaydi. Endi u konsullik, tarjima, notarial tasdiq, tegishli davlat organi ma'lumotnomasi bilan yuguradi. Agar bu ishni 10 yil oldin qilganida ancha oson bo'lardi. Xorijda ishlayotganlar uchun men bitta gapni doim takrorlayman. Har yili ish shartnomasi, oylik ma'lumotnomasi, soliq to'lovi va ish beruvchidan tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab boring. 4-holat. Malika opa eri bilan fermer xo'jaligida ishlagan. Fermer hammasini yozib qo'yganman degan, lekin rasman shartnoma qilmagan. Yillar o'tib fermer xo'jaligi yopilgan. Endi Malika opa pensiya uchun borsa, dalada ishlagani hamma biladi, lekin hujjat yo'q. Bunday vaziyatda arxiv sobiq rahbar tuman qishloq xo'jaligi bo'limi soliq organlari orqali izlash kerak bo'ladi. Ammo natija kafolatli emas. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi har doim yetarli emas. Agar yozuv noto'g'ri, muhr o'qilmaydigan, sana xato, buyruq raqami yo'q yoki tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Shuning uchun eski mehnat daftarchangizni hozirdan tekshiring. Undagi har bir yozuvda sana, lavozim, buyruq raqami, muhr bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar faqat stajni o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida oylik daromad bazasi ham muhim. Agar sizning stajingiz bor, lekin ish haqi bo'yicha hujjat yo'q bo'lsa, pensiya kutilgandan past chiqishi mumkin. Ayniqsa yuqori oylik olgan davrlaringizni isbotlovchi ma'lumotnomani saqlang. 3-nozik jihat. Bir vaqtning o'zida 2 joyda ishlash stajni 2 barobar qilmaydi. Masalan, kishi ertalab maktabda, kechqurun korxonada ishlagan bo'lsa, 1 yil baribir 1 yil sifatida olinadi. Lekin ish haqi hisobida qo'shimcha daromad masalasi muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 2 joyda ishlaganman, demak 10 yil 20 yil bo'ladi degan tushuncha noto'g'ri. 4-nozik jihat, harbiy xizmat, o'qish, dekret, bola parvarishi, nogiron farzand parvarishi kabi davrlarning hammasi bir xil tartibda qo'shilmaydi. Har birining sharti bor. Masalan, harbiy xizmat uchun harbiy bilet, chaqiruv va xizmat muddati bo'yicha hujjat kerak. O'qish davri masalasida qaysi davr, qaysi ta'lim turi, qonun o'sha paytda qanday bo'lgan, bular tekshiriladi. Shuning uchun institutda o'qigan 5 yilim avtomatik qo'shiladi deb ishonib qolmang. 5-nozik jihat. Imtiyozli pensiya masalasi alohida murakkab. Zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar tibbiyot, ta'lim, kon, kimyo, metallurgiya, transport yoki boshqa sohalarda ishlaganlar men imtiyozga chiqaman deb o'ylashi mumkin. Lekin imtiyoz uchun faqat kasb nomi emas, aynan lavozim ro'yxatda borligi, ish sharoiti tasdiqlangani, to'liq stavka, zarur yillar, attestatsiya va ish beruvchi hujjatlari muhim. Lavozim nomida bitta so'z farq qilsa ham muammo chiqishi mumkin. Birinchi qadam, o'z stajingizni oldindan tekshirtiring. Pensiya yoshini kutmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. MyTok.uz va tegishli elektron xizmatlardan foydalaning. Agar elektron bazada stajingiz to'liq ko'rinmasa, darhol sababini so'rang. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi,
stir, shshshir, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishga qabul va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, tadbirkorlik ro'yxati va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni saqlang. 3-qadam. Eski ish joylaringizni aniqlang. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot qayerda, arxivi qayerga topshirilgan, tuman arxivida yoki viloyat arxivida ma'lumot bormasa shuni so'rang. Arxivga murojaat qilganda umumiy men ishlaganman deb yozmang. Aniq yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha, qaysi sexda, qaysi lavozimda, korxona nomi qanday bo'lgan taxminiy buyruq sanalari. Eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. 4-qadam, yozma javob oling. Og'zaki gapga ishonmang. Agar pensiya jamg'armasi yoki arxiv ma'lumot yo'q desa, yozma javob so'rang, chunki keyin yuqori tashkilotga, sudga yoki boshqa organga murojaat qilish uchun sizga aynan yozma rad javobi kerak bo'ladi. Og'zaki topilmadi degan gap bilan huquqingizni himoya qilish qiyin. 5-qadam, ish beruvchingizdan hozirdan ma'lumot oling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, buyruqlaringiz, lavozimingiz, ish haqi, stavkangiz va to'lovlar bo'yicha hujjatlar to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Ayniqsa xususiy korxonada ishlasangiz, oylikni konvertda berish ertaga pensiyangizga zarba bo'ladi. Rasmiy oylik kam ko'rsatilsa, pensiya ham kamroq chiqadi. 6-qadam. O'zini o'z band qilganlar va tadbirkorlar qonuniy ro'yxatdan o'tib, kerakli to'lovlarni vaqtida amalga oshirsin. Bugun ozgina to'lovdan qochgan odam ertaga yillar davomida staj yetishmasligidan qiynalishi mumkin. Agar siz taksi haydasangiz, tikuvchilik qilsangiz, usta bo'lsangiz, repetitorlik qilsangiz, onlayn xizmat ko'rsatsangiz, faoliyatingizni rasmiylashtirishni jiddiy o'ylang. 7-qadam. Xorijda ishlayotganlar hujjatni har yili yig'sin. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, soliq to'lovi, ijtimoiy sug'urta ajratmalari, ish davri, lavozim va ish haqi ko'rsatilgan hujjatlarni olib qo'ying. Zarur bo'lsa, tarjima va tasdiq masalasini kechiktirmang. Vatanga qaytgandan keyin hammasini topaman deb o'ylash xato. Agar sizga pensiya tayinlash rad etilsa yoki pensiya miqdori juda kam chiqsa, avvalo hissiyotga berilmang. Meni aldashdi deb baqirishdan ko'ra, hisob-kitobni yozma so'rang. Qaysi davr stajga kiritilmadi, nima sababdan kiritilmadi, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi ish haqi hisobga olinmadi. Buni aniq biling. Keyin hujjatlarni to'ldiring. Agar arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, arxivga so'rov bering. Agar familiya farqi bo'lsa, FHDga organdan tasdiqlovchi hujjat oling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki arxiv topshirilgan joyini aniqlang. Agar ish beruvchi hujjat bermayotgan bo'lsa, bandlik organlari, soliq organlari yoki sud orqali masalani ko'rish mumkin. Ba'zi holatlarda sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi ko'tariladi. Masalan, odam haqiqatan ishlagan, lekin hujjatlar yo'qolgan. Bunday vaziyatda guvohlar, qolgan yozuvlar, maosh olganlik dalillari, kasaba uyushmasi hujjatlari, buyruq nusxalari arxidan qisman ma'lumotlar yordam berishi mumkin. Lekin sudga borish eng oxirgi chora. Avval ma'muriy yo'l bilan barcha imkoniyatlarni ishlatish kerak. Eng birinchi xato. Pensiya yoshiga yetganda harakat qilish. Bu juda kech bo'lishi mumkin. Arxiv javobi oylar oladi. Eski korxonani topish qiyin, hujjatdagi xatoni tuzatish vaqt oladi. Ikkinchi xato mehnat daftarchasini yo'qotish. Agar yo'qolgan bo'lsa, darhol dublikat va tasdiqlovchi hujjatlar masalasini hal qiling. Keyin topiladi deb yurmang. Uchinchi xato. Norasmiy oylikka rozi bo'lish. Bugun qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya hisobida sizning rasmiy daromadingiz juda past ko'rinadi. 4-xato internetdagi vahimali xabarlarga ishonish. Har qanday qonun yoki qaror bo'yicha rasmiy manbani ko'ring. Hujjat raqami, sanasi, nomi, kuchga kirgan vaqti, aynan qaysi moddaga o'zgartirish kiritilgani tekshirilishi kerak. To'g'ri bermejit sonli hujjat haqida gap ketganda ham odamlar ko'pincha raqamni, hujjat turini yoki mazmunini chalkashtirib yuboradi. Muhimi shuki, siz vahimaga tushmang, lekin hujjatingizni tekshirmasdan ham yurmang. Bugungi asosiy xulosa shunday: yangi tartiblar hammani pensiyasiz qoldiradi. Deyish noto'g'ri, lekin hujjatsiz, norasmiy. Tasdiqlanmagan mehnat yillari pensiya hisobiga kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun eng katta himoya bu vahima emas, tartibli hujjat, oldindan tekshiruv va rasmiy murojaatdir. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugunoq tajingizni tekshirtiring.
Agar yosh bo'lsangiz, hozirdan rasmiy ishlang, to'lovlaringizni nazorat qiling. Agar xorijda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni yig'ing. Agar ayol kishi bo'lsangiz va bola parvarishi davrlari bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va ish joyi hujjatlarini tayyorlang. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, arxivga murojaat qilishni kechiktirmang. Sizning holatingiz qanday? Stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinyaptimi? Eski ish joyingiz hujjat berganmi? Pensiya hisobida muammo bo'lganmi? Izohlarni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir odamning butun qarilik davridagi daromadiga ta'sir qilishi mumkin.